Asanlaştırılgan iman yürüşteki 3. kısım, Allah'ın samavi kitaplarına işiniş ve Kur'an'ı biliş. Abduri Muhammed el-Cibali 4. bab. En ahirki samavi kitap. Allah subhanahu ve teala nazil kılgan en ahirki kitap Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e nazil kılıngan kitaptır. Gerçi bu kitapның başka bir qancha xil ismi bor bo'lsa-mu, lekin Qur'on degan ismi eng mashhurdir. U mukammal hidoyat kitobidir. U ilgiriki samaviy kitoblardagi barliq hikmatlarni va uningdanmi ko'pini o'ziga mujassamlagan. Shundaqla Allah subhanahu va taolo bu kitobni o'zgartirishdan va ziyon zahmatdan qo'g'daydiganlik haqida va'da bergan. Insi jin birlashgan taqdirdami uning o'qishini vujudga chiqara olmaydi. En oxirgi kitobning ismlari. Allah subhanahu va taolo nazil qilgan en oxirgi kitobning nurg'un ismlari bor. Biz bu babda shularning ichidagi eng ko'p uchraydiganlarini bayon qilamiz. Kur'an. Allah subhanahu wa ta'ala nazil qilgan en oxirgi kitobning tunji va eng umumlashgan ismi Kur'an'dır. Allah subhanahu wa ta'ala o'z kitobining nurg'un yerida bu ismni qo'llangan. Masalan, Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tarjimasi: Qaf, sharaflik Qur'on bilan qasam qilaman. Sura Qaf 1-oyat. Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tarjimasi: Bu Qur'on haqiqatan eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Sura Isra 9-oyat. Arab tilida qiroat va Qur'on degan so'zlar birdek o'qish, tilovat qilish degan ma'nolarni bildirsa-mu, lekin hozir Qur'on degan bu ibora Allah subhanahu wa ta'ala en ahirda nazil qilgan kitobni ko'rsatdi. Shu vajidan biz boshqa kitoblarni yoki o'qishliqlarni Qur'on deb atsak bo'lmaydi. Kitob. Qur'on kitob shaklida yozilganligi uchun ba'zida kitob deb atiladi. Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tarjimasi: Alif Lam Mim. Bu kitapta, yani Kur'an'da hiç şek yok. O takvadarlığa yetekçidir. Sure Bakara 1-2 ayetler. Allah subhanahu wa ta'ala şunday deydi. Hamim. Roşen kitap bilan qasam qilaman. Sure Duhan 1-2 ayetler. Furqan. Qur'on yana Furqan, ya'ni o'lcham deb atiladi. Furqan haq bilan botilni ayirg'uvchi o'lcham deganlikdir. Qur'on ana shundoq o'lchamdir. Allah subhanahu va taolo bu haqda shundoq deydi. Tarjimasi: Butun jahon ahlini Allah'ның azobidan ogohlantiruvchi bo'lishi uchun bendisiga, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga haq bilan botilni ayirg'uvchi Qur'onni nazil qilgan Allohning barkati buyukdir. Sura Furqon 1-oyat. Zikr, ya'ni aslatma, aslatguchi. Qur'on zikr, ya'ni askartmadir. Yani u Allah subhanahu wa ta'ala tarafidan mahluqotlarga avatilgan uchur bo'lib, u mahluqotlarni dunyo hayotida nimalarni qilishi kerakligi haqida ogohlantirib turdi. Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tarjimasi: Zikr, ya'ni Qur'onni haqiqatan biz nazil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Sura Hijr 9-oyat. Biz ilgiriki mazmunlarda zikrning yana
osmondagi hammani o'z ichiga olgan kitob, ya'ni Lavhul Mahfuzni ko'rsatadiganligini bayon qilgan edik. Osmondagi bu zikr, ya'ni eslatma, Allah subhanahu va taala nozil qilgan barliq zikrlarni o'z ichiga olgan cho'ng zikr, ya'ni eslatmadir. Zimindagi zikr, ya'ni Qur'on bo'lsa, Allah subhanahu va taala insonlarga nozil qilgan oxirgi eskartmadir. Allah subhanahu va taala nozil qilgan oxirgi kitob Qur'oni Karimning sifatlari. Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimni nurg'un katta sifatlarga ega qilib nozil qilgan. Biz yuqorida uning sharaflik va ochiq kitob ekanligini bayon qildik. Allah subhanahu va taala Qur'onni yana hurmatlik, hikmatlik degandek nurg'un esil sifatlar bilan sifatlagan. Tövende biz Qur'onning yana boshqa ba'zi sifatlari bilan tanishib chiqamiz. Qur'on şifa ve rahmettir. Qur'on şifa ve rahmet kitabıdır. O qalb kasalliklarga, hatta bazı jismoniy kasalliklarga mu şifa bo'ladi. O bizni yaratgan, shundaqla ruhimiz ve jismimiz uchun nimaning eng yaxshi ekanligini biladigan Rabbimiz Allah subhanahu va taala tarafidan nozil qilingan. O yana Allah subhanahu va taalaning mu'minlarga avatgan rahmatidir. Chunki Qur'on ularga turli shakllarda yordam qiladi va ularni qo'g'daydi. Bu vaqtda Allah subhanahu va taala shundaq deydi. Tarjimasi: biz mu'minlarga, ya'ni ularning dillariga shifa va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Qur'on kofirlarga ziyondan boshqani ziyoda qilmaydi. Ya'ni ular Qur'onni tasdiq qilmaganlikdan ularning kufri texmi oshidi. Sura Isro 82-oyat. Shu vajidan Qur'on mu'minlar uchun to'limi foydalidir. Lekin u zolimlar va kuffarlarga foyda bermaydi. Aksicha, Qur'on ularning ziyniga ziyon qo'shidi. Chunki ular bu katta kitobni to'nigan turuqliq uningdan foydalanғili unamaganlardir. Qur'on va'z, nasihat va hidoyatdir. Qur'on hidoyat va va'z, nasihat kitobidir. Allah subhanahu va taala bu vaqt shundaq deydi. Tarjimasi: ey insonlar, sizlarga Rabbinglar tarafidan nasihat bo'lgan, dillardagi dardga, ya'ni shak va nodonlikqa shifo bo'lgan, mu'minlarga hidoyat va rahmat bo'lgan Qur'on keldi. Sura Yunus 57-oyat. Bu oyatda Qur'onning shifo va rahmat ilib keladiganligi, shundaqla uning mu'minlar uchun nasihat va hidoyat ekanligi bayon qilingan. Biz keyingi bo'lakda Qur'onning hidoyat ekanligiga aloqador texmi ko'p mazmunlarni o'rganamiz inshaalloh. Qur'on insonlarni ogohlantirdi va ularga xush xabar berdi. Qur'on mu'minlarga g'alaba va muvaffaqiyat, shundaqla jannatdagi esil hayot haqida xush xabar berdi. Va hamda u yana kishilarni Allah subhanahu va taolaning g'azabidan, jazosidan va do'zaxdan ogohlantirdi. Allah subhanahu va taolo shundaq deydi. Tarjimasi: mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchidir. Kafirlarni do'zax bilan ogohlantirguchidir. Ularning to'lisi uning oyatlarini fikr qilishdan yuz o'rdi. Ular uningga quloq solmaydi. Sura Fussilat 4-oyat. U isbot va nurdir. Qur'on xatoliklarning nima uchun shu qadar yomon ekanligi va to'g'rining nima uchun shu qadar yaxshi ekanligi haqidagi kuchlik dalil isbotlarni o'z ichiga olgan. U bizning bu dunyo hayotining zulmatlari ichida yo'llarimizni aniq ko'rishimizga yordam qiladigan nurdir.
Allah subhanahu wa ta'ala şundaq deydi. Tercümesi: Ey insanlar, sizlarga Rabbinglar tarafidan ochiq dalil keldi. Sizlarga ro'shan nurni, ya'ni Qur'onni nazil qildik. Sura Nisa 174-oyat. Qur'on arabchadir. Qur'on arab tilida nazil qilingan. Arab tili kishilarni o'xshash bir ma'noni ko'p xil shaklda ifodalash imkoniyatiga ega qiladigan to'limi fasohatli tildir. U she'riyat va notiqlik tilidir. Shu vajidan Allah subhanahu wa ta'ala o'zining kitobi uchun tillarning eng yaxshisi bo'lgan arabchani tanlagan. Allah subhanahu wa ta'ala shundaq deydi. Tercümesi: Bu oyatlari ochiq bayon qilingan kitobdir. Biladigan qavm uchun nozil bo'lgan arabcha Qur'ondir. Sura Fussilat 3-oyat. Qur'onni tushunish va esda saqlash oson. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onni tushunish va yodlashni osonlashtirgan. Allah subhanahu wa ta'ala bu vaqtda shundaq deydi. Tercümesi: Haqiqatan biz Qur'onni tushunish va esda saqlash uchun oson qildik. Ibrat og'uchi bormi? Sura Qamar 17-oyat. Ko'rib turayotganimizdek, navbatda yer yuzida Qur'onni biladigan va uni yodlagan son-sanoqsiz insonlar bor. Ularning soni boshqa har qanday kitobni yodlaganlarning sonidan nurg'un hassa ko'pdir. Qur'on kitoblarning eng yaxshisidir. Qur'on Allah subhanahu wa ta'ala ilgari nazil qilgan kitoblardagi eng yaxshi mazmunlarni o'z ichiga olgan. Qur'on o'zidan ilgirki kitoblarni tasdiqlaydi va ularga iymon keltirishga chaqirdi. Shundaqla Qur'onda yana o'zidan ilgirki kitoblarda bo'lmagan texmi yangi va texmi yaxshi ko'rsatmalar bor. Allah subhanahu wa ta'ala shundaq deydi. Tercümesi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz sana o'zidan ilgari samaviy kitoblarni e'tirof qilg'uchi va ularga shahid bo'lg'uchi va ularning o'rnini olg'uchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni nazil qildik. Sura Maida 48-oyat. Oyatdagi shahid bo'lg'uchi va o'rnini olg'uchi deb tarjima qilingan muhayminan iborasi Qur'onning o'zidan ilgiriki barliq samoviy kitoblardan yaxshi va texmi mukammal ekanligini ko'rsatdi. Shunga u o'zidan ilgiriki barliq kitoblarning o'rnini olgan. Qur'on hidoyat kitobidir. U mu'minlarni hidoyat qiladi. Biz yuqorida Qur'oni Karimning hidoyat kitobi ekanligini bayon qilgan edik. U bizni Allah subhanahu wa ta'alaning koinotni va uningdagi jami maxluqotni yaratishi va qudrati haqida o'ylanishga undaydi. U bizga halol bilan haromning orasidagi farqni aytib berdi. U bizni yaxshilikka undab, yomonlikdan to'sidi. Jumladan u bizni eng yaxshi yo'lga boshlaydi. Allah subhanahu wa ta'ala shundaq deydi. Tercümesi: Bu Qur'on haqiqatan eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yaxshi ishlarni qiladigan mu'minlarga ularning cho'ng mukofotga erishadiganligi bilan xo'sh xabar berdi. Sura Isra 9-oyat. Qur'on kofirlar uchun hidoyat emasdir. Qur'onning hidoyati faqat mu'minlarga foyda berdi. Kofirlar bo'lsa, uning go'zalligi va hidoyatini ko'rolmagidek darajada ko'rdir. Allah subhanahu wa ta'ala shundaq deydi. Tercümesi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqinki, u iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhaga shifodir. Iymon etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir.
Qur'on ularga, ya'ni dillarga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Sura Fussilat 44-oyat. Bu kafirlarning dillari quluplangan bo'lg'achqa hidoyat nurini ko'rolmaganiga o'xshaydi. Allah subhanahu va taolo shundaq deydi. Tarjimasi: ular haqni tonish uchun Qur'onni tafakkur qilmamdi. Balki ularning dillarida qulup bor. Shunga ular tushunmaydi. Sura Muhammad 24-oyat. Hidoyatning turlari. Qur'onning hidoyati 3 turlikdir. Birinchi, Qur'on bizni cho'qim hozirlashimiz kerak bo'lgan to'g'ri aqidaga hidoyat qiladi. Masalan, Allah subhanahu va taologa, uning farishtalariga, uning payg'ambarlariga va oxirat kuniga iymon keltirish degandek. Ikkinchi, Qur'on bizga Allah subhanahu va taologa to'g'ri ibodat qilishning yo'lini ko'rsatib berdi. U bizga nima qilsak Allah subhanahu va taoloni rozi qila oladiganligimizni, nima qilsak uning g'azabini qo'zg'ab qo'yadiganligimizni o'rgatdi. Masalan, u bizni namoz o'qishga, ro'za tutishga buyurdi. Bizni qimor o'ynashdan, aroq ichishdan to'sidi. Uchinchi, Qur'on bizni go'zal axloqqa yetaklaydi. Qur'on bizga qalbimizni qandoq poklashni o'rgatdi. U yana bizga qandoq qilganda boshqalar bilan yaxshi munosabat o'rnatqili bo'ladiganligini va qandoq qilganda mu'minlar bilan kuchlik birodarlik rishtasi o'rnatqili bo'ladiganligini o'rgatdi. U bizni rostchillikqa, sabrchanlikqa, rahimdillikka, ota-onamizga mulohim bo'lishga buyurdi. Qur'on mo'jizadir. Qur'on eng katta mo'jizadir. U Allah subhanahu va taoloning kitobi bo'lib, insoniyat uningga o'xshash yoki uningga yaqinroq keladigan biror kitobni vujudga chiqara olmaydi. Allohning kalomi, ya'ni so'zi. Qur'on hamma narsani yaratgan Allah subhanahu va taoloning kalomidir. Allah subhanahu va taoloning so'zi uning mahluqotlariga o'xshamaydi. Uning so'zi ustun va olidir. Chunki hech narsa Allah subhanahu va taologa o'xshamaydi. Allah subhanahu va taolo o'zi haqida shundaq deydi. Tarjimasi: hech shay'i Allohga o'xshash emasdir. Sura Shura 11-oyat. Hech kim Allah subhanahu va taologa o'xshash emasdir. Shundaqla hech narsa Allah subhanahu va taoloning kitobiga o'xshash emasdir. Uning kitobi favqulodda kattadir. Ammo nurg'un kishilar uning haqiqiy go'zalligini va vaznini bayqashdan mahrum qolgan. Agar ular haqni ko'raligan bo'lsa edi, Qur'onning vazni oldida hatto tog'ningmi parch-parch bo'lib ketadiganligini bilgan bo'ladi. Allah subhanahu va taolo shundaq deydi. Tarjimasi: agar biz Qur'onni biror toqqa nozil qilsak, cho'qim sen uning Allohdan qo'rqqanlikdan bosh ekanligini, yerilib ketganligini ko'ratding. Sura Hashr 21-oyat. Abadiy mo'jiza. Qur'onning vazni va kattaligi sabablik hech kim uningga o'xshash kitobni yezib chiqolmaydi. Allah subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrida shu jihatda kishilarga jang e'lon qilib shundaq degan. Tarjimasi: aytqinki, agar insonlar, jinlar bu Qur'onning o'qishini maydonga keltirish uchun yig'ilib bir-biriga yordamlashgan taqdirdami, uning o'qishini keltira olmaydi. Sura Isro 88-oyat. İnsanlar Qur'onning o'qishini maydonga keltirishdan ojiz kelibdi. Allah subhanahu va taolo ularni Qur'on suralariga o'xshash suralardan birini maydonga keltirib beqishga chaqirdi. Ammo ular buni ro'yobga chiqara olmadi. Allah subhanahu va taolo shundaq deydi. Tarjimasi:
Bendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge biz nazil qilgan Qur'ondan shaklensanglar, Qur'onga o'xshash birer surani maydonga chiqarib beqinglar. Qur'onga ta'arruz qilishda Allohdan boshqa yordamchilarning hammasini yordamga chaqiringlar. Qur'on insonning so'zi degan gapinglarda rostchil bo'lsanglar. Sura Baqara 23-oyat. Qur'on arablarning tilida nozil qilingan. Arablar bu tilga shu qadar mohir edi. Shundaqla ularning ichida katta shoirlar va notiqlar bor edi. Ularning nurg'uni Qur'onning yoki uningdagi biror suraning o'qishini maydonga keltirish uchun qattiq kuchab baqqan bo'lsa-mu, lekin ular o'zlarini Qur'on suralariga o'xshash biror surani maydonga chiqarishdanmi ojiz kelganligini e'tirof qilishgan. Eng katta mo'jiza. Qur'on har vaqt hech kim o'qishini vujudga chiqara olmaydigan mo'jizadir. Shundaqla Qur'on mo'jizalari har vaqt boshqa har qanday mo'jizalarga qaraganda texmi ko'p ishonguchilarni islom diniga boshlab kirdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu shundaq degan. Tarjimasi: har qanday bir payg'ambarga insonlar uningga iymon keltirgudek mo'jiza berildi. Manga berilgan mo'jiza bo'lsa, Allah subhanahu va taala manga nozil qilgan vahiy, ya'ni Qur'on bo'ldi. Shunga men qiyomat kuni ergashkichilari eng ko'p payg'ambar bo'lishimni umid qilaman. İmam Buxoriy 4981 numurluq, İmam Muslim 152 numurluq hadis.